Global harorat keyingi 5 yilda rekord darajaga yetadi. Dunyodagi ikki yetakchi meteorologik agentlikning yillik hisobotiga ko'ra, keyingi 5 yil ichida global harorat tarixdagi eng yuqori yoki unga yaqin darajaga chiqadi. Bu esa xavfli ob-havo hodisalariga olib kelishi mumkin. Bu haqida CNN xabar berdi. BMTning Butunjahon meteorologiya tashkiloti va Buyuk Britaniyaning Meteorologiya byurosi tomonidan joriy yilning 5-iyun kuni e'lon qilingan hisobotda aytilishicha, keyingi 5 yil ichida global harorat o'rtacha 1,5 darajadan oshib ketishi ehtimoli 70% ni tashkil etadi. 1,5 darajadan yuqori global isish tabiiy tizilmalarning izdan chiqishiga, jumladan muzliklar va dengiz suvlari erishining qaytmas nuqtasiga olib keladi. Bu esa dengiz sathining keskin ko'tarilishi kabi og'ir oqibatlarga chorlaydi. Shuningdek, hisobotda 80% ehtimol bilan keyingi 5 yildan kamda biri insoniyat tarixidagi eng issiq yil bo'lishi. Ilk marta, garchi ehtimoli juda kichik, ya'ni 1% bo'lsa-da, bitta yilning harorati sanoatgacha bo'lgan davrga nisbatan 2 darajadan ortiq bo'lishi mumkinligi ham keltirilgan. Bu ehtimol past bo'lsa-da, u global isishning tezlashayotganligini va har yili 1,5 darajadan yuqori harorat kuzatilishi ehtimolni kuchaytirayotganligini ko'rsatadi.